Masalan, u aytganda nafas oladigan bo'lsa, bo'ldi o'zi. U sog'lom odam emas. Quyoshga issiqqa chiqsa, burni qurib qonaydigan bo'lib qoladi. Sovuqqa chiqadigan bo'lsa, qishda mana tashqari sovuq, 5 gradus, 10 gradus uzab ketadi. Даже 10-15 gradus plus graduslar ham o'pka shamlatib qo'yaveradi. Masalan, bir xil mamlakat deydi, qarang. Nafas yaxshi emas deydi. Mana qarang. Yopishib deydi. Unaqa tekshirilmaydi nafas. Nafasni svobodno turgan. Mana shunaqa tekshiriladi. Uxlaganingizda, uyqudan oldin yotganingizda nafas burunga bemalol yetyaptimi yoki yetmasdan og'iz ochiq qilib qolsin. Mana shunaqa tekshiriladi. Masalan, u aytganda nafas oladigan bo'lsa, bo'ldi o'zi. U sog'lom odam emas. Quyoshga issiqqa chiqsa, burni qurib qonaydigan bo'lib qoladi. Sovuqqa chiqadigan bo'lsa, qishda mana tashqari sovuq, 5 gradus, 10 gradus uzab ketadi. Даже 10-15 gradus plus graduslar ham o'pka shamlatib qo'yaveradi. Shunda faringit bo'lib qoladi. Primoy misol. Faringit, bronxit. Chunki kirgan havo bez filtr, bez uchun mashina polni kirib yotibdi-da. To'g'ri, mana anaqa yo'q ekan bu yerda. Manekenda chig'anoqlar bor-ku, uchta chig'anoq ham havo mashina kirish kerak-da, orasidan kirib, namlanib, tozalanib, filtrlanib o'tish kerak-da. Maqsad tasavvur qiling, ikkita issiq narsa o'rtasida muzday narsa o'tsa, ilib qoladi, bilasizmi? Yoki sepkan orasidan narsa o'tsa ham tozalanib qoladi. Maqsad havoni ilitib, tozalab, o'pkaga toza havo jo'natishdi, filtrlab. Alloh shunaqa yaratgan. Bir xil ayta bilasizmi? Anaqa olamiz-ku, splint. Bitta olgan. Va, mazza dedi. 3 oydan keyin kelib, "Mana shunaqa qilib bering, o'sha payt zo'r nafas olganman" dedi. Qilish qiyin emas. Agar primoy nos bo'lib qoladigan bo'lsa, uni bizning tilda sindrom pustого носа degan narsa bor-ku. Og'ziga, burunga kirgan havo tashqarida 40 gradus, lekin sizga 35-36 gradus havo kerak. Ichkariga 38-39 gradus havo kirsa, tamom qurib tashlaydi.